Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Muhtaram mo'min musulmonlar, hurmatli jamoat. Yaratgan Robbimiz Allohga hamd va sano, payg'ambarimiz Muhammad alayhi salomga durud va salovatlarimiz, salomlarimiz bo'lsin. Allohning marhamati bilan mana bugungi juma namozini, jumadan oldingi suhbatni siz azizlar bilan ushbu ko'rkam namozxonlar uchun barcha qulay sharoitlarga ega bo'lgan muborak bir masjid Sa'dulloh ota jami masjidida uchrashib turganimizdan yaratgan Robbimizga hamd va sanolar aytamiz. Sizlar bilan bugun inshaalloh ziyorat to'g'risida suhbatlashamiz. Zero bu ziyorat amali har birimizning hayotimiz uchun zarur bo'lgan va har birimiz uchun taalluqli bo'lgan bir mavzudir. Ziyorat degani bu aslida arab tilidagi bir so'z bo'lib, biz ham o'zimizning iboralarimizda mana shu so'zni ziyorat deb ishlatamiz. Uning ma'nosiga keladigan bo'lsak, borib ko'rish, didorlashish, xabar olish, tanishish degan ma'nolarni anglatadi. Umumiy olganda ziyorat. Dar haqiqat ziyorat ko'pincha bu safar ila amalga oshiriladi. Ziyorat safar ila amalga oshiriladi. Shu ma'noda dinimiz ta'limotlarida ham alohida safar odoblariga urg'u berilgan. Shu jumladan Alloh subhanahu va taolo Mulk surasida marhamat qilib aytadiki, astagfiru billah, huvallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha va kulu min rizqihi va ilayhin nushur. Sadaqallohul azim. U shunday bir zotki deydi Parvardigorimiz o'zini. Sizlarga yerni bo'yin sundirib qo'ydi. Va uning turli jabhalarida yuring. Va rizq nasibangizni terib yeng. Va bir kun kelib Allohning huzuriga qaytajaksiz deb Alloh taolo marhamat qilgan. Aynan mana shu oyatni, Parvardigorimizning mana shu kalomidagi oyatni ulamolarimiz aytadilarki, yer yuzini turli burchaklarida yaxshi niyatlar bilan safarga chiqishlikka ijozat bor degan fatvoni berishgan. Sharti to'g'ri va yaxshi niyat bilan safarga chiqishlikka ruxsat bor ekan. Hayotimiz bir ajoyibda, dinimiz bir hayotiy din. Mana qarang. Turli sabablar bilan safarga chiqamiz, albatta yaxshi bir maqsadlar bilan. Kimdir tijorat bilan chiqadi, kimdir aytaylik sayohatga chiqadi. Yana qaysi birlarimiz aytaylik o'sha ibodat safariga chiqamiz. Yana qaysi birlarimiz shunchaki bir tomoshaga boradi. Ana shu safar oldidan yaxshi niyat qilib qo'yadigan bo'lsak, ey Alloh, men mana hozir safarga chiqib ketyapman. Safarimni o'zing xayrli qilgin, manfaatli qilgin. Safarim davomida faqat menga yaxshiliklarni nasib qilgin. Yomonlarga yo'liqtirmagin, o'zing panohingda asragin degan niyatni qilib qo'ysak, shu safarimiz
borib kelgunimizga qadar savobli safar bo'ladi-da. Har bir bosgan yo'limizga, qadamimizga savob bo'ladi, ajr bo'ladi. Shunchaki chiqib ketaverishimiz ham mumkin. Shunchaki. Lekin uni savobi bo'lmaydi, ajri bo'lmaydi. Ko'rdingizmi? Birgina niyat bilan safarga chiqib qancha kilometr yo'l bossangiz, necha kun chiqib ketsangiz, qayt kuningizga qadar ajr savob bo'ladi. Ibn Abbos radhiyallohu anhudan bir hadis rivoyat qilinadi. Keling, shu hadisni birgalashib bir eshitib, uni mazmun mohiyatidan tanishib qo'yaylik. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam aytgan ekanlar, bir kishi safarga chiqmoqchi bo'lsa, uning eshigining tagida ikkita bayroq bo'lar ekan. Safarga chiqmoqchi bo'lsangiz, eshigingizning ostida ikkita bayroq turar ekan. Bir bayroq deyaptilar payg'ambar alayhisalom, farishtaning qo'lida bo'ladi, maloikaning. Ikkinchi bayroq shayton alayhi la'naning qo'lida bo'ladi. Agar safarga yaxshi niyat ila, yaxshilik ma'nosida savobli bir ishlar, halol pokcha tirikchilik yoki oila a'zolar bilan bir hordiq chiqarib sayohatga halol yurib, halol turish niyati bilan yoki kimnidir ziyoratiga, yo ibodatga, yo tijoratga halollik, poklik bilan, yaxshi niyat bilan chiqadigan bo'lsa, deyaptilar payg'ambar alayhisolatu vassalam, boyagi farishtaning bayrog'ining ostida bo'ladi to borib qaytib kelguniga qadar, deyaptilar. Yoki gunoh-u ma'siyat, xatolik, kimgadir zarar bo'ladigan, ziyon bo'ladigan, yo bir ayshi ishrat qilib kelay deb chiqib ketayotgan bo'lsa, deyaptilar payg'ambar alayhisalom, boyagi shayton alayhi la'na unga hamroh bo'lar ekan, bayrog'i bilan to qaytib kelguniga qadar shu bayroqning ostida bo'ladi deb ogohlantiryaptilar. Bu sahih hadis. Ibn Abbos radhiyallohu anhu payg'ambar alayhi salatu vassalamdan bu hadisni rivoyat qilyaptilar va Ahmad rahimahulloh o'zlarining kitoblarida keltirganlar, Ahmad ibn Hanbal. Mana shu bizni ko'zimizga ko'rinmasligi mumkin, lekin bu holatlar bor holatlar. Maloika ham, shayton ham ko'zimizga ko'rinmaydi. Lekin o'sha safardagi xatti harakatlarimizda o'zi ma'lum bo'lib qoladi. Safardagi xatti harakatlardan ma'lum bo'lib qoladi o'zi. Ko'nglimiz, tabiat qo'yinini chorlab qoladi. Turli tuman tomosha, sayohat, ziyoratlarga chiqqimiz kelib qoladi. Lekin mo'min musulmon banda har bir amalini yaxshi niyat bilan boshlashi va maqsadi halol, poklik, to'g'rilik bo'lishi kerak-da. Shunda inshaalloh safarlarimiz ham ibodatga aylanadi. Ziyoratning ma'lum bir ma'nosi mana shu. Endi mana ko'ryapsiz, Allohga shukr, keyingi damlarda ko'pchilik yurtdoshlarimiz muborak umra safarlarida borib kelyaptilar. Mana hozir kecha kunduzda ham umrada yurganlar bor. Erta indin inshaalloh haj safarlari boshlanadi. Hajga borib kelishadi. Ana shunda ham niyatimizni juda bir chiroyli qilib olishimiz kerak hozirdan boshlab. Ishlaringda muborak haj safariga borayotganlar bo'lsa, bizni ko'rib tinglab turganlarning ichida muborak shu umra haj safariga chiqishni niyat qilib turgan bo'lsa, niyat qilib turgan odamlar bo'lishsa, niyatlarimizni hozirdan isloh qilib olaylik.
farz ibodat, haj ibodatini Alloh zimmamga farz qilganligi uchun shunday muborak safarga niyat qilib turibman degan niyat bo'lishi kerak. Umra Payg'ambarimiz Muhammad alayhi salatu vassalamning hayotiy sunnatlari, u zoti va barakat hayotlik damlarida 4 marotaba umra amalini bajarganlar. Shuning uchun umraga chiqaman degan niyat qilib qo'yishimiz kerak. Va umra safari davomida, haj safari davomida albatta Payg'ambarimiz Muhammad alayhi salomni ziyorat qilaman. Madina Munawvaraga boraman. Rasulullohga salom aytaman. Zero Payg'ambarimiz Muhammad alayhi salom kimiki meni ziyoratimga kelsa, go'yoki tirikligimda ziyorat qilgani kabidir deganlar. Kim meni huzurimga kelib salom bersa, Alloh meni ruhiyatimni qaytaradi, uning salomiga alik olaman deganlar. Rasulimiz sallallohu alayhi va sallam Masjid-i Nabaviyda o'qilgan namozning har bir rakatiga boshqa masjidda o'qilgan namozning 1000 karra savobi ziyoda bo'ladi deganlar. Kimiki Haram-i Sharif Ka'batulloh joylashgan masjidda bir rakat namozi uchun boshqa masjidlarda o'qilgan 100,000 rakat namozning savobi beriladi deganlar. Mana shu yaxshi niyatlar bilan, mana shu savoblar uchun boryapman degan niyatni qilib qo'yish kerak. Shunda inshaalloh Alloh yo'l beradi, safarlar yengil kechadi va ko'zlangan katta-katta ajr savoblar bilan qaytishadi. Zinhor ichimizdan kelayotgan turli nafsoniy va shaytoniy ig'volarga uchib qolmasligimiz kerak. Bu qanaqa bo'ladi? Mana ko'p safdoshlarim hajga borib kelishdi. Mana endi shularning safidan qolmay borib kelay. Yoki ko'pchilik umraga borib kelyapti, oshna og'aylarim, qo'shnilarim. Mana bir borib kelay, shularning qatoridan qolmay. Odamlar hoj aka desin, bu kishi umraga borib kelganlar desin degan fikri hayollarni keltiradi. Shayton alayhi la'na bilan nafsi ammora. Yoki boshqa maqsadlar. Ana shulardan tiyilishimiz kerak. Bu ham muborak haj safarining mavsumi yaqinlashganligi uchun eslatib qo'yganmiz. Iloyim niyat qilganlarni Alloh taolo ana shu yaxshi niyatlarga o'zi erishtirsin. Bemorlarni borib holdan xabar olish, kasallarni ziyorat qilib turishimiz ham dinimiz ta'limotlarida maqtalgan amallardan. Payg'ambarimiz Muhammad alayhi salatu vassalam aytadilar: "Ma min muslimin ya'udu musliman g'udvatan illa solla alayhi 70,000 malakin hatta yumsa." Qaysi bir musulmon ikkinchi bir musulmonni deyaptilar Payg'ambar alayhisalom, bemorni ertalab ziyorat qilsa, to kechgacha 70,000 maloika o'sha bemorni ziyorat qilganning haqqiga salovatlar aytadi deyaptilar. Maşallah. 70,000 maloika. Bu juda katta adad. Juda ham katta adad. Buni tasavvur qiling. Bir kattagina tumanning aholisi maloikaning salovati bu nima degani? Maloikaning salovati bizning haqqimizga qilgan duo. Allohdan bizni haqqimizga rahmatlar so'rab turishadi. Allohdan bizni haqqimizga bilmasdan qilgan xato gunohlarimizni mag'firat qilishligini so'rab turadi. Allohdan bizga ikki dunyoning saodatini so'rab turishadi. Bu juda katta muddatda. Ertalabdan kechgacha, ertalab borsak ziyoratga,
kechgacha Allohning maloikalarining salovatiga muyassar bo'lar ekanmiz. Hadislarning davomida aytayaptilar. Va in adahu ashiyatan illa solla alayhi 70,000 malakin hatta yusbiha. Mana. Agar kechqurun ziyoratga borsa bir bemorni kechki payt to ertalabgacha 70,000 ta farishta o'sha bemorni ziyoratga borgan bandaning haqqiga salovat aytib turadi deyaptilar. Va kana lahu kharifan fil jannah. Va jannatda uning uchun alohida bir mukofot ham bordir deyaptilar. Ko'rdingizmi? Maloikalarning salovatidan tashqari yana shunaqa mukofotimiz ham bor ekan, alhamdulillah. Albatta 70,000 farishta qaysi bir mo'min musulmonning haqqiga salovat aytib duo qilib tursa, albatta uning savoblari ko'payib, gunohlari kechirilib, jannatga musharraf bo'lishlikka asos bo'ladi-da. Allohga shukr. Bizning xalqimizda bemorni ziyorat qilish odatimiz bor. Mana shu odatlarimizni tark etmasligimiz kerak. Ziyorat qilganda ham azizlar, yana bir karra aytamizki, niyatimiz yaxshi bo'lsin. Xolis bo'lsin. Mo'min musulmonning ziyoratini Robbim Alloh buyurgan menga. Payg'ambarimiz Muhammad alayhi salatu vassalam buni sunnat qilganlar. Shuning uchun ziyorat qilaman degan niyatda bo'lishimiz kerak-da. Aks holda bunaqa savoblarga muyassar bo'la olmaymiz. Faloncha unga ko'p ishim tushadi, bir borib ko'rib qo'yishim kerak. Yoki qarindoshim ertaga borib ko'rmasam ko'rib qolsa gila qiladi, kudurat qilib qoladi. Bir borib kelay. Yo meni ko'rgani kelganida bir qarzimni uzib qo'yay degan niyatlar bo'lmasin. Xolisona. U bemor musulmon ijtimoiy holatdan qat'iy nazar eshitib qoldingizmi, fursatingizni toping, ziyorat qilib qo'ying. O'zingiz uchun foydali ekanda. U bemorning ham albatta ko'ngli ko'tariladi. O'rtada bir-birimizga nisbatan mehr, muhabbat, hurmat paydo bo'ladi. Lekin savob nuqtai nazardan ziyoratga borgan odam uchun, ko'rgani borgan odam uchun buni qarang, 70,000 farishta ertalab borsangiz kechgacha, kechqurun borsangiz ertalabgacha ziyorat qilib salovat aytib tursa-ya, bundan ortiq mukofot bo'ladimi? Ammo deydi ulamolarimiz, o'sha bemorni bezoda qilmaydigan holatda bo'lish kerak ziyorat deydilar. Aytaylik, unga bir qulay fursatda, malol kelmaydigan bir holatda, borganda ham ko'nglini ko'taradigan, tasalli beradigan so'zlar bilan ozgina muhlat, bemorning oldida ham ko'p o'tirib uni aytaylik malol kelmaydigan holat qilishimiz kerak-da. Yoki bemorni o'zi birpas o'tiringlar, sog'inganman sizlarni deydigan shu bemorligi tufayli zerikib ketgan u sizga o'xshagan bir ziyoratchi do'stining suhbatidan bahram bo'lishlikka intilishligini his qiladigan bo'lsangiz, u boshqa gap. Lekin bezoda bo'ladigan bo'lsa, tezroq ziyoratni qilib, ko'nglini ko'tarib, haqqiga duolarni qilib, yaxshi tilaklarni bildirib, ko'rinishingiz juda yaxshi. Alloh ziyoda qilsin, o'zi shifo bersin. Ancha yaxshi bo'lib qopsiz. Ha demay ko'rmaganday bo'lib ketasiz degan ma'noda ko'ngillarni ko'tarib chiqib ketadigan bo'lsak, mana bu ziyorat odobiga kirar ekan. Mana eshitganlarimizga bugundan boshlab amal qilaylik. Qani bir o'ylab ko'ring. Kim bor yori do'stlarning ichida bemor bo'lib shifoxonada yotgan, yo uyda yotgan, yo qavm qarindoshlarining ichida kim bor?
qo'ni qo'shnilarning ichida kim bor? Hamkasblarning ichida kim bor? Bo'lsa, mayli hali kechki payt asrdan keyin o'zi kech bo'ladi. Diniy ta'limotlarimizda kun ikkinchi kunga o'tadigan bo'ladi. Asrdan keyin borib ziyorat qilib qo'ying-da. Keyin ertalabgacha, bomdodgacha 70 ming maloika haqqingizga salovat aytayotganini his qiling. Shunda amal qilgan bo'lasiz. Ziyoratlarning yana bir turi deydi ulamolarimiz, bu ota-onaning ziyorati. Ota-onani. Bu ham bir ulug' ziyorat ekan. Endi bizning odatlarimizga ko'ra bir oilada 5-6 ta farzand bo'ladigan bo'lsa, balki bundan ko'proqdir ham. Hozir endi biz 5-6 ta qilyapmiz. Undan oldingilar 10 talabam bo'lgan farzandlari. Shaxsan meni o'zimni ona tomonim ham 10 ta, ota tomonim ham 10 ta. Shunaqa farzandlari ko'p bo'lgan oilalardan iboratmizda. Ammo keyinchalik ota-ona bir farzand bilan qoladilar. Odatimizga ko'ra kenja farzand bilan, o'g'illar bilan qoladilar. Qolgan farzandlar hammasi uy-joy qilib chiqib ketadi. Alohida yashaydi. Mayli, uni ham hech qanday qarshiligi yo'q. Lekin tez-tez ota-onani ziyorat qilib turish kerak. Ziyorat qilib turishimiz kerak. Hattoki bir hovlida yashasak ham yoki bir uyda yashasak ham, ko'p qavatli uyda bo'lsa ham, ertalab ishga chiqib ketayotganimizda bir ota-onamizni ziyorat qilib, ular bilan o'tirib birga bir piyola choyni ichib, otajon, onajon, yaxshi yotib turdinglarmi, yaxshi dam oldinglarmi, ahvollaring yaxshimi, sog'liklaring joyidami, kamchiliginglar yo'qmi deb so'rab, yuzlariga bir mehr bilan boqsangiz, shuni ham savobi katta ekanda. Bir farzand ota-onasining yuziga mehr bilan boqishiga qancha savob bor bilasizmi? Qancha savob borligini. Juda ham savobi katta. Savob o'zimizni huzurimizda, har bir bosgan qadamimizda savob topishimiz mumkin. Kunlik aytaylik, o'sha yengil amallarimizda tog'day ajr savoblar topishimiz mumkin azizlar. Payg'ambar alayhisolatu vassalam qarang nima deyaptilar. Buni ham Ibn Abbos radhiyallohu anhu rivoyat qilganlar. Solih farzand ota-onasiga mehr bilan qarasa, Alloh unga har bir nazari evaziga bittadan mabrur hajning savobini yozadi. Bittadan mabrur hajning savobini yozadi. Mabrur haj degani qabul qilingan haj degani azizlar. Mana hozir hajning puli chiqdi. 79 million. Undan tashqari qancha harakat bor? Qancha mashaqqati bor? Albatta bu farz ibodat, imkoniyat borlar ado qilish kerak. Ana o'sha qabul qilingan hajning savobi qancha bo'lsa, farzand ota-onasining muborak yuzlariga bir marotaba mehr bilan qarasa shuncha savob yoziladi deb payg'ambar alayhisolatu vassalam sahih hadislarda va'da qilyaptilar azizlar. Ko'rdingizmi? Shunda bu hadisni eshitgan sahobalar so'rashgan ekanki, Allohning rasuli bir necha marotaba qarasachi? Payg'ambar alayhisalom aytgan ekanlarki, Allohning karami keng, Alloh ulug'dir degan ekanlar. Yana bir rivoyatda bir sahoba ikrom, ey Allohning rasuli, farzand bir kunda, bir kecha kunduzda 365 marotaba
ota-onasining yuzlariga mehr bilan boqsa-chi deganda payg'ambar alayhisolatu vassalam aytgan ekanlarki, Allohning karami keng. Allohning karami keng, u ulug'dir deb aytgan ekanlar. Ya'ni bu nima degani? Necha marotaba ixlos bilan, mehr, muhabbat bilan ota-onangizning muborak yuzlariga boqsangiz, har bir boqqaningizga Alloh taolo shuncha ajr mukofot beraveradi. Allohning mulkidan hech narsa kamayib qolmaydi degan ma'no ekan bu. Ana ota-onamiz hayot bo'lsalar, mana sizga katta ajr savob. Mana hajning mukofoti. Alhamdulillah, qilaylik bugun. Hozir jumadan chiqqaningizdan keyin bir ota-onangizni borib ziyorat qiling. Har kuni ziyorat qiling. Boshqa joyda yashasangiz ham vaqtingizni toping. Bu qilish mumkin bo'lgan amallar bular. Ha demay, o'zingiz ota-ona bo'lasiz, o'zingiz doda-momo bo'lasiz. Ertaga farzandu nabiralaringizdan bu ziyoda bo'lib qaytadi. Farzandlaringizni ham olib boring o'zingiz bilan, o'rgating ularni ham. Yur bolam, bir dodanglarni ziyorat qilib kelaylik, olib boring mashinangizga. Axir qush inida ko'rganini qiladi deydi. Bugun o'rgatmasangiz, o'zingiz namuna bo'lmasangiz, ertaga o'ylamang. Har qancha mehr bilan farzand katta qilsangiz ham, ertaga o'sha mehr qaytmasligi mumkin keyin. Ustozlarning ziyorati. Har birimizning ustozimiz bor. Kasbkor bo'lsin, ilm bo'lsin, hunar bo'lsin, yo qaysi bir vazifa bo'lsin, hammamiz kimdandir o'rganganmiz. Rasulimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, innalloha va malaikatahu va ahlas samawati val ardin hatta namlata fi hujriha va hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasil khayra. Sadaqa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Albatta Allohning o'zi deyaptilar payg'ambar alayhisalom. Va uning farishtalar, maloikalari, hattoki samoda, osmonda uchib yurgan jonzotlar va yerdagi jamiki mavjudotlar, inidagi chumoli, suv ostidagi suv jonzotlari odamlarni yaxshilikka o'rgatgan insonning haqqiga duo qilib salovatlar aytib turadilar, deyaptilar. Ana bu ustozlarning maqomi. Odamlarni yaxshilikka o'rgatganlarning mukofoti. Xuddi shu ma'noda olamdan o'tganlarni ham ziyorat qilib turish. Qarang, dinimizda inson hayotlik vaqtida nechalik ulug' bo'lsa, uning qadri qiymati olamdan keyin ham davom qiladi. O'tganlarimizni borib ziyorat qilib turish, haqlarga tilovat qilib turish. Borganimizda qabristonni bir tozaligiga e'tibor qaratishimiz. O'tganlarimiz dafn etilgan joylarni obod qilib qo'yishimiz, manzarali daraxtlar, gulli ko'chatlar ekib qo'yishimiz. Farzandlarimizni olib borib ziyoratga o'rgatishimiz bu ham savobli bir qadriyatlardan hisoblanadi. Alloh taolo hammamizni mana shu eshitganlarimizga amal qilishimizni nasib etsin. O'tganlarimizni o'z rahmatiga olsin. Hayotlarini Allohim umrlariga, rizqlariga, nasl-nasablariga baraka bersin. Va axiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin bi rahmatika ya arhamar rohimin.